5 yoshgacha bo'lgan bolaga telefon berish mutlaq mumkin emas. Mutlaqo mumkin emas. O'sha ishimiz tushdi bir bolalar nevropatologiga. Bir yaqinimizni farzandini olib bordik. O'zbekistondagi eng yaxshi professor bolalar nevrologi aytayaptiki, agar menga qo'ysa deyapti, 7 yoshgacha yoki hech bo'lmaganda 5 yoshgacha bolalaringning qo'liga umuman telefon bermanglar, mutlaqo. U ana u yolg'on gap deyapti. Bola yoshligidan o'rgansin, telefonni o'rgansin, bo'lmasa hammasi bahona, faqat zarar. Isbotlab beraman, ilmiy isbotlangan deyapti. O'sha rivojlangan davlatlarda olimlar isbotlangan 5 yoshgacha bo'lgan bolaga telefon berish mutlaq mumkin emas, mutlaqo mumkin emas. Nega? Bu radiatsiya tarqatadi. Bu kattalar uchun mo'ljallangan, kattalar uchun mo'ljallab ishlab chiqarilgan, hattoki o'yinchoqqa 0+, 3+, 5+ qilib qo'ygan holatda o'yinchoqniki shunday olib beryapsizmi, endi buni mutlaqo berish mumkin emas. Mutlaqo. Fikrlashini toraytiradi deyapti. Nevrologik kasalliklarning aksariyati mana shu telefon orqali, telefonga qaramlik orqali, hatto umurtqa pog'onasi qiyshayib qolyapti ekan bolalar. Va ko'z zirvinasi tushib ketyapti. Autizm tug'ma bo'ladi degan gap mutlaq yolg'on degan. O'sha professor aytgan, autizm mutlaq yolg'on, tug'ma bo'lish. Ha, tug'ma autizm ham bor dedi, lekin orttirilgan autizm ham bor deyapti. Va bu smartfon orqali bo'ladi. Demak, birinchi o'yinga o'ynasin bola. Bola podshoh. Hazrat Navoiy aytgani 5 yoshgacha bo'lgan bolangga podshohga qaragandek qara degan. Ba'zi kitoblarda 7 yoshgacha deyiladi. Podshoh. Podshohga qanaqa muomala qilinsa, shunaqa muomala qilish kerak. Ammo biroz chegara bilan. Hech qachon bolani oldida baqir-chaqir qilish mumkin emas. O'yinlardan hech qachon cheklash mumkin emas bolani. Hech qachon o'ynasin, foydali o'yin o'ynasin. O'ynab o'rgansin. O'yinchoq deganda bor faqatgina mashina ko'tarib kelmangda, har xil o'yinchoqlarni olib kelinglar mutaxassislar. Har xil o'yinchoqlardan o'ynab maza qilsin. Smartfonda esa 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga umuman bermaysizlar. Umuman bu mutaxassislarning fikri. 5 yoshdan oshganda cheklangan vaqtda berish lozim.